Salimjon Turdimatov, xususiy tadbirkor. Otamning yuragini tutatgan quvonch. Biznes bu shunchaki pul topish mashinasi emas. Biznes bu insonning hayoti, uning ko'z yoshlari, yo'qotishlari va eng og'ir dardlari bilan yo'g'rilgan mashaqqatli bir yo'ldir. Ko'pchilik odamlar sening erishgan bugungi yutuqlaringga, yarqirab turgan brendingga havas bilan qarashadi. Lekin hech kim bu yutuqlarning ortida qanchalar og'ir mehnat, jazirama tandirning o'tida yongan yoshlik va eng yaqin insondan ayrilish dardi yotganini bilmaydi. Mening bugungi hayotim, yutuqlarim bu shunchaki tasodif emas, balki 20 yildan ortiq davom etgan mashaqqatli mehnatning va so'nggi soniyada ustoz orqali topilgan haqiqatning mevasidir. Men Turdimatov Salimjonman. 1977-yilning qahraton yanvar oyida Tojikiston Respublikasining tarixiy va go'zal Hisor shahrida tug'ilib voya yetganman. Bizning oilamiz oddiy, halol mehnat bilan kun ko'radigan o'rtahol oila edi. Men boy oilaning erkatoy farzandi emasman. Rahmatli otam haydovchi bo'lib, ertadan kechgacha rul chambaragini aylantirib bizni boqardilar. Mehribon onam esa kolxozchi edilar. Saratonning jaziramachida dalolarda tinim bilmay paxta terib yuradigan zahmatkash ayol edilar. Ota-onamning bu og'ir mehnatlarini ko'rib, mening qalbimda hamma qatori bir ulkan orzu uyg'ongan. Qachonlardir men albatta boy badavlat inson bo'laman. Ota-onamni bu mashaqqatlardan qutqaraman. Bu shunchaki yosh bolaning quruq orzusi emasdi. Men tengqurlarim qatori ko'chada bekorchi o'ynab yurmasdim. Ishonchsizmi? Hali 9-10 yoshlik mitti bolakay bo'lishimga qaramasdan, ko'cha-ko'ylardan bo'sh limonad butilkalarini erinmasdan bittalab to'plab, ularni sotib o'zimning ilk pullarimni ishlardim. Hatto 11 yoshga to'lganimda mening jajji qo'llarimda peshona terim bilan topgan naqd 250 so'm pulim bor edi. Bu o'sha paytdagi yosh bola uchun aql bovar qilmas darajadagi katta boylik hisoblanardi. Bolaligim erta va juda tez tugadi. Hozirgi kunda mening biznesim restoran, choyxona va umumiy xizmat ko'rsatish sohasidan iborat bo'lsa-da, buning poydevori juda erta qurilgan. 12 yoshimdan boshlab mahalliy somsaxonada, jazirama issiq oshxonada oddiy shogird bo'lib ish boshladim. Yoshligim, navqiron o'smirligim o'sha tutunli oshxonalarda xamir qo'rish va olovli tandirlar yonida o'tdi. Toki 26 yoshga kirgunimga qadar, tasavvur qiling, naqd 14 yil davomida bir ustozga sadoqat bilan erinmasdan xizmat qildim. Yoshim 26 ga yetganidan keyingina ichimda o'zim mustaqil bo'lish istagi paydo bo'ldi. O'zim uchun alohida bitta joyni ijaraga oldim va mustaqil ravishda somsa sotishni boshladim. Boshida hammasini bir o'zim qilardim. O'tni o'zim yoqardim. Xamirni o'zim yoyardim. Tandirga o'zim yopib, mijozlarga o'zim xizmat qilardim. Qadoq qo'llarim tinimas edi. Keyinchalik Alloh ishimizga baraka berib, ishchilarimiz soni 3 kishiga, so'ng 5 kishiga ko'paydi. Savdomiz gurkirab ketgach, yonimizdagi oshxonani ham qo'shib oldik va biz naqd 13 kishi ishlaydigan kattaroq jamoaga aylandik. Men hayotda hech bir yutug'imga faqatgina o'zim erishdim deb da'vo qila olmayman. Hammasi eng avvalo Allohdan. Qolaversa, meni doim duo qilib turgan ota-onam, qo'llab-quvvatlagan aka-ukam va ustozlarimning sharofatidandir. Biz oilada 4 ta o'g'il edik. Biznesni mustaqil boshlab, hayotimda ilk bor haqiqiy ma'noda katta pul topishni boshlaganimda, mening eng birinchi qilgan ishim rahmatli otamga kalitlarini topshirib, yangi mashina olib berdim. Otajon, mana bu mashina sizga. Bu mening mehnatlarimning sizga bo'lgan kichik bir rohati dedim. Shuning ortidan darhol ukamning to'yini juda chiroyli qilib o'tkazdik. Keyin esa kichkina o'g'illarimizga havas bilan katta sunnat to'ylarini qilib berdik. Butun oilamiz osmonlarda uchar, ketma-ket kelayotgan bu xursandchiliklardan barchamiz baxtiyor edik. Biroq hayotning o'ziga yarasha shafqatsiz
va kutilmagan qonunlari bor ekan. Mening ketma-ket kelayotgan bu yutuqlarimdan, bu go'zal to'y tomoshalardan rahmatli otam shunchalik qattiq xursand bo'ldilarki, oxir oqibat bu cheksiz quvonchni, bu to'shib ketgan hayajonni u kishining bechora yuragi ko'tara olmadi. Otam to'satdan olamdan o'tib qoldilar. Bu voqea mening qalbimni parcha-parcha qilib tashladi. Osmon uzilib yerga tushgandek bo'ldi. Men o'zimni kechira olmasdim. Juda qattiq va uzoq. Davom etgan stressga, qorong'u tushkunlikka tushib qoldim. Menga endi topgan pulimning ham, qilayotgan ishimning ham hech qanday qizig'i va fayzi qolmagandek tuyulardi. Lekin hayot davom etardi. Oradan yillar o'tdi. Men o'z ishimda tinimsiz ishlardim. Biroq biz o'zimizni biznesmen deb yurarkanmiz-u, aslida biz ertadan kechgacha tinimsiz ishlaydigan oddiy ishchi ekanmiz. To'g'ri, men maktabda unchalik yaxshi o'qiy olmaganman. O'sha paytlarda tushunish zo'ri bilan tanish-bilish qilib baholarimizni 5 ga to'g'rilab olganmiz. Lekin vijdonan aytsam, kalada hech narsa, hech qanday ilm yo'q edi. Ilhom Begimqulov akademiyasiga borishimga eng asosiy sabab menga biznesning qonun-qoidalarini yaxshilab o'rgatadigan zo'r va kuchli ustoz kerakligini nihoyat tushunib yetganim bo'ldi. Akademiyaga kelib ilm olish jarayoni men uchun juda ham kuchli bir silkinish bo'ldi. Ustozning o'rgatish sistemasi shunchalar qattiq va talabchan ediki, u kishi shunchaki dars o'tib qo'ya qolmaydi. Ustoz berilgan vazifani shafqatsizlarcha talab qilib oladi. Va natija ham albatta shunga yarasha juda zo'r va tezkor bo'ladi. Ustozning eng zo'r, insonni doim uyg'otadigan bitta gapi bor. Davay qil, hozir qil, gazni bos. Sen nimani bilishingdan yoki oldin nimalar qilganingdan qat'iy nazar, hamma narsani hozir va shu yerda qilish kerak. Natija faqat shunda bo'ladi. Insonga har doim, har qanday yoshda ustoz kerak ekan. Chunki biz hayotdagi hamma narsani faqat ustoz orqali o'rganamiz. Misol uchun, maktabda ham oddiy harf yozishni va o'qishni bizga ustoz o'rgatgan-ku. Nega endi biznesdek eng murakkab sohani biz ustozsiz eplashimiz kerak ekan? Akademiyada ustozning shunday kuchli shogirdlarini ko'rdimki, mening bilganlarim yiliga 5-6 million dollar oborot qilyapti. Men bilmaganlari esa balki 20 million dollarga ham chiqib ketgandir. Bunisini aniq bilmayman. Shularni ko'rib, menda ham motivatsiya olovdek yondi. Tasavvur qiling. Men tadbirkorlikda naqd 20 yil davomida hech qanday nomsiz, hech qanday brendsiz, oddiygina ishlab kelgan ekanman. Lekin Ilhom Begimqulov akademiyasiga kelgach, men 24 yil davomida erisha olmagan ulkan natijamga bor yo'g'i 1 yilda, aniqrog'i 7 oy ichida erishdim. Akademiyada biz o'zimizning 20 yillik nomsiz mehnatimizga nihoyat Sam Sultan brendini qo'ydik va uni butun ommaga tanitdik. Akademiyaga kelib sotuvlarimiz keskin oshdi. Jamoamiz kengaydi. Oldinlari birta tandir bilan ishlagan bo'lsak, tizim tufayli uni 2 ta qildik. 2 ta tandirimizni esa 3 ta qildik. Eng muhimi esa biz o'zimizning shaxsiy, muhtasham restoranimizni aynan Sam Sultan brendi ostida tantanali ravishda ochdik. Xudo xohlasa, qisqa vaqt ichida ketma-ket 2-3 ta yangi nuqtalarimizni ham ochdik. O'qishdan keyin bizning umumiy natijalarimiz naqd 3 barobarga ko'paydi. Alhamdulillah. Hozirgi kunda Tojikistonda nomi chiqqan eng ko'zga ko'ringan biznesmenlar qatoriga dadil kirib boryapmiz. Men bir haqiqatni chuqur angladim. Biz bugun 21-asrda yashayapmiz. Bu asrda kim o'qisa, kim tinimsiz bilim olsa, u raqobatchilardan albatta bir qadam oldinda yuradi. Kim o'qimasa, u shafqatsizlarcha bir qadam orqada qolib ketaveradi. O'qish jarayonida menda ham juda og'ir, sinovli damlar bo'ldi. Bir kuni qattiq tushkunlikka tushib, charchab, bo'ldi, hamma narsani to'xtataman. Endi ortiq chiday olmayman
deb turganimda, ustozim ko'zlarimga qarab shunday dedi: "Sizga hozir qiyin bo'lyaptimi? Unda bilib qo'ying, siz aynan hozir rivojlanyapsiz." Ustozning mana shu bir og'iz sehrli gapi menga shunchalik kuchli ta'sir qildiki, men darhol o'zimga kelib, qaddimni tikladim va yana oldingi harakatni boshladim. Men uchun muvaffaqiyat nima? Muvaffaqiyat bu o'zimning 100 yillik katta rejamni mayda-mayda, kichik-kichik rejalarga bo'lib olib, ularni har kuni sabr va erinmaslik bilan amalga oshirib borishimdir. Agar mendan bu kitobni o'qiyotgan boshqa tadbirkorlarga bittagina maslahat berishimni so'rashganda, men hech ikkilanmasdan shunday degan bo'lardim: eng avvalo, o'zlaringizga o'zlaringiz qattiqqo'l boshliq bo'lishni o'rganinglar. Va inson har kuni ertalab uyg'onganida kamida 15 minut bo'lsa ham albatta kitob o'qishi shart. Mening hayotdagi eng kuchli shiorim bor va men har kuni ertalab mana shu shior bilan ko'zimni ochaman. Men bu ishni qilishim kerak va buni mendan boshqa hech kim qilmaydi. Mening eng buyuk maqsad va orzularimni birov kelib mening o'rnimga bajarib bermaydi yoki meni maqsadimga yetkazib qo'ymaydi. Faqat va faqat o'zim qilishim kerak va men buni albatta o'zim qilaman. Xulosa. 20 yillik tajribam bor. Tinimsiz mehnat qilsam bo'ldi. Salimjon akani yillar davomida brendsiz va tizimsiz, faqat jismoniy charchoq ichida ushlab turgan eng katta xatosi shu edi. U bizga murojaat qilganida biznesi faqat o'ziga bo'lanib qolgan oddiy ishchi edi. Mashg'ulotlarda unga brending va yuqori temp modelini singdirdik. U haqiqiy o'sish aynan qiyinchilik va o'zgarish paytida yuz berishini angladi. Natijada u 24 yilda qilolmagan ishini 1 yilda uddalab, Sam Sultan brendi ostida restoranlar tarmog'ini ochdi va daromadini 3 barobarga oshirdi. Unutmang, tajribangiz qanchalik ko'p bo'lmasin, ilm va tizim bo'lmasa, siz biznes egasi emas, shunchaki o'z ishingizning ishchisi bo'lib qolaverasiz. Chinakam zafarlarga faqatgina eski qoliplardan chiqib, brending va qat'iy intizom orqali erishiladi. Xulosa. 1. Ushbu shogird hikoyasidagi qaysi fikr yoki vaziyat xuddi siz uchun aytilgandek bo'ldi? 2. Shogirdning qaysi to'g'ri harakatlarini aynan hozir biznesingiz yoki hayotingizda qo'llashingiz mumkin? 3. Aynan shu hikoyadan xulosa qilib, biznesingiz yoki hayotingizda qaysi kichik o'zgarishni amalga oshirasiz?